Yaxshimisilar do'stlar, men sizlarning 100 tuban qiziljan do'stinglar yandan boyan. Bu paytda Chidi muhabbatning dengizlarida g'arq bo'lib, ko'lchaklarda bosh cho'kirib o'ynayotdi. Hey, men buningga hayron. Hey, bu bir temir odamning qaysi hissiyotlari bir qimirlab ketib bordi-ki-na? Yo bir CPU'si kuyib ketib boramdi ya. Oyojonlari 90ga chiqib, funksiyasi quyundaq beqirayotgan Chidi Simbaning ikki singlisini ikki tarafga qo'yib qo'yib, o'zini xuddi Shinkwan iPhone Pro Max Pax'lardek his qilib, oqsa o'ttirdi o'ltiratdi. Biroq afsus, avara bo'lma, hey Chidi. O senin qattiq vintanga tushadigan yumshoq gayki bir yerda yo'q. Xudini bilmay o'ynayotgan Chidi bu chaqda batareyasi tugabmi qolgan edi. Qanday qilish kerak? Dal bu vaqtda Chidining taliyiga Gongshan Chongdenbaodan birsi oldiga uchrab qoladi. O'ziga to'qqachilab bergan bu notuni shopirga rahmat etish uchun uningga Shauxun xodim birini chaplab mukofot berdi. Uning keyindili bir to'p mashina odamlar xuddi shuyetans tuvallab ketgan bolalardek asta ig'anshib menib yidav suvg'ini menvatadi. Ishning ichida o'yin borligini bayqagan Chidi barliq mashina odamlarni chaqirib, orasidan ishpiyonni izlab tanmoqchi bo'ladi. Ha, Gongbot esa o'ynaymiz, diqqat. 现在开始做第8套广播体操，原地踏步走。 Sen nima Gongbot esa ishlamaysan? Bo'yda qattiq nima ekansa, jimo? Cho'qim inson. Mashina odam bunda qiliq chiqamaydi. Dal mushchaqda yordamchi qo'shin tuyuqsiz paydo bo'lib, mashina odamlarini o'q tutib, Vashining sonani ilib ketib ketishiga fursat yaratib berdi. Chidi va uning mashina odamlari shu zamon yo'g'on bir vanziga o'zgarib, o'pcho'riga qatirab shatraq chachidi. Qor ko'zoynak taqab turibmi optopdan qo'rqaydigan bu Chidi taraf-tarafdan kelgan nurlarga birdoshlik bermay qoladi. Chidi o'zining barliq quloqsidiklarini yig'ib, go'yida ko'milash qaqashga o'zgarsa, go'yida sekilakka o'zgaradi. Go'yida lag'manning jiysiga o'zgarsa, go'yida g'oyat zo'r sazonga o'zgaradi. Vashi doktor mingtaslikda Chidining programmasini qalaymqon qilgan bo'lsa-mu, Chidi yana birdamdila o'zini o'ngshab, ko'pchilikning oldida durust bo'lmagan qiliqlarni qilib, ularni haqoratlab o'ynayotdi. Bu ahvolni ko'rgan Vashi darhol sonani ilib qochdi. Bayotin yog'i osmondan tikucharnimi pash urgandek urib o'ynayotgan Chidi amdilikda kelganda bir eski dabog'imi yetisholmayotdi. Keyin uning tugay deb qolganligini his qilgan Vashi tiqib qo'ygan yupansini amdi chiqarmasam bo'lmaydigan bo'ldi deb bir kuni ko'lalli Chidini o'zining mashinasiga solib oldi. Chidimi ko'nglimni atay uzg'a, maydamni yaqay muzg'a deb o'zining qizib ketgan jubansini muzga yoqdi. Vashi doktor fursatdan foydalanib bu o'zining bir qulluq yasab chiqqan bangvash mashina odamining asqatmaydigan shu kokolisini yulib ivoladi. Shunda qilib bu ishlarimi oxiri pisiqdi. Bu bechara Chidining mo xotin idishdan boshqa maqsadi yo'q edi. Oqibatda u zodi qandoq bo'lib qoldi? Vashi doktor qandoq jazolarni tatdi? Sana yiliq poyizga yana o'ltirib atamdi. Kokolisdan ayrilgan Chidi ofi bo'lib ketdimi? Bu ishlarga qiziqsangiz, filmning to'liq nusxasini o'zingiz yana bir yerlardan izlab tepib ko'rasiz. Ko'pchilik transfer qilishni boshlanglar. Nek to'xtanglar. Iliqqa ko'rib bo'lib densan transfer qilmagan mushki. Oy, unda qilmanglar. Hay, bizlar bisilinglar. Ma balaga eg'ir keldi deymi haqiqan jo'qlash. Densan qilmaydi. Ha, sizga da'vatim qan. Transfer qilma mayli. Densan yo'q, unaqa mayli. Pano salondan bekalaqki. Uningmi mayli dey? Texim mening asrimni o'zingning qilvoldingmi texe? Ha? Ma barmaqimni ko'rdingmi? Begiz barmaqimni yig'ib oladigan bo'lsam, o'ttir qolib, og'zingga chiqib yurishim o'yli bu-ku.